yozgan. Atrofini abru deydi buni. Mana Buxoroda yozgan Qur'oni Karim qat'iy chiroyli ishlangan. Bu payg'ambar alayhisolatu vassalomning kavushlarini nimasi maketi. Ko'rsating mana kichkina xinsir bilan bu yerda bo'ladi, katta bu yerda bo'ladi deb ko'rsatgan. Bu hali Mir-Imoq dedik-ku. Shoh Abbosning bu ham mana materialda yozgan. Shuni xati bu kishi. Bu Umar Xayyomning she'ri yozilgan. Har kulohi ki bar sari roh است. سر شاعر فرق دلخواه است. هر نهالی که بر لب بام است قد جوی نازک اندام است. Her bir kesak ki yelda bo'lsa, u podshoning boshi bo'lishi mumkin.